Bolajonlarning eng sevimli taomlari bo'lgan kartoshkali koptokchalarni bugun nonushtaga tayyorlab ko'ramiz. Kartoshkaga tuz solib qaynatishga qo'yamiz va bizga kerak bo'ladi asl barakani halol kolbasalari. Pishgan kartoshkaga sariyog' solamiz va pyure qilib yaxshilab ezib olamiz. Kolbasani mayda qilib to'g'rab olamiz. Qancha mayda to'g'ralsa, shuncha yaxshi va o'zingiz yaxshi ko'rib yeydigan sirni qirg'ichdan chiqarib qo'shasiz. 2 osh qoshiq jo'xori kraxmalini qo'shamiz. Yumaloq qilib shakl berganda shaklini ushlab turishi uchun. Tayyor bo'lgan massani endi xohishga qarab yumaloq qilib shakl berib chiqamiz va yarim soatga muzlatgichga qo'yamiz. Alohida idishga non talqoni va tuxum solamiz. Tuxumga tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Avval tuxumga, so'ng non talqoniga belab yaxshilab aralashtiramiz. Qizib turgan yog'da o'rta olovda har tarafini tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Ustilari qirsillab, ichlari yumshoq bo'lib pishadigan koptokchalar tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangizniki mehmonga keling.